yanvardan o'zgarish kiritilgan yangilangan versiyasi do'stlar. Oldin 11 ta variant edi, hozir 12 ta variant bo'ldi. Bitta variant qo'shildi do'stlar. Har bitta variantda 22 tadan savol va birinchi, ikkinchi savol sizlarga audio shaklida qo'yib eshittiriladi. Birinchi variantni, ikkinchi variantni ishlab videosini kanalga yuklaganmiz do'stlar. Hozir sizlar bilan birgalikda 3-variantni 22 ta savolini ishlaymiz. Birinchi va ikkinchi savollar audio ko'rinishida bo'ladi. Kanunda birinchi savol audioni eshitamiz. Здравствуйте. Мне нужен одноместный номер на 3 дня. К сожалению, свободных номеров нет. Bo'ldi. Audioni eshitdik do'stlar. Menga 3 kunga bir odamlik joy kerak deyapti. Unga javob tariqasida esa afsuski bizda bo'sh o'rin yo'q deyapti. Demak do'stlar, bu yerda ani говорят, ular suhbatlashyapti deb variantlarni bergan kinoteatr, magazin va gastinitsa. Biz audioda eshitib shuni bildikki, suhbat gastinitsada bo'lyapti. To'g'ri javob shu. Va uni tagidan сразу ikkinchi savolni ham berib qo'yibdi do'stlar. Вы услышали, что нет свободных номеров. Shuni belgilaymiz do'stlar. Bo'sh joy yo'q. Mana do'stlar, birinchi audioni eshitib, ikkita savoliga to'g'ri javob berdik. Ikkinchi audioni eshitamiz va bu o'z-o'zidan 3 va 4 savol hisoblanadi. Внимание! Наш банк изменил время работы. Теперь банк работает до 21 часа. Audioni eshitdik do'stlar. Diqqat, bizni bank ish tartibini, ish vaqtini o'zgartirdi. Endi bank 21:00 gacha ishlaydi deyapti. Bu degani kechqurungi soat 9 gacha. Endi do'stlar, этот bank deb variantlarni bergan, biza изменил часы работы deganni belgilaymiz. To'g'ri javob shu. Va uni tagidan сразу yana ikkinchi savolini bergan. Теперь банк будет работать. Audioda 21:00 dedi. Bu kechqurungi 9 bo'ladi. Shuning uchun do 9 часов вечера shuni belgilaymiz. Do'stlar, yuqorida ikkita audioni eshitdik. Har bitta audioda ikkitadan savolni ishladik. Jami 4 ta savolni ishladik. Navbat 5-savolga keldi. Прочитайте объявление и выберите правильный ответ. O'qing va to'g'ri javobni belgilang deyapti. O'qiymiz. Осторожно, опасная зона. Ehtiyot bo'ling, xavfli hudud deyapti. Va bunday yozuvni qayerda ko'rishingiz mumkin deyapti. Variantlarni bergan: restoranda, qurilishda, avtobusda. Xavfli hudud degan yozuvni ko'p ehtimol bilan qurilish, stroykada ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun do'stlar, na stroyki shuni belgilaymiz. 6-savol. O'qing va to'g'ri javobni belgilang deyapti. Matnni o'qiymiz. Меня зовут Лейла. Сегодня утром мы с сыном ходили на экскурсию по городу. Весь день была хорошая погода. Мы гуляли до самого вечера. Пришли домой поздно. Demak, mani ismim Leyla. Men o'g'lim bilan kuni bilan shaharda ekskursiyada bo'ldim. Kuni bo'yi yaxshi havo bo'ldi va biz uyga kechqurun keldik deyapti. Endi savolni bergan Leyla вернулся домой variantlarni bergan. Вечером Leyla uyga kech qaytdi. Shuni belgilaymiz. Do'stlar, iloji boricha sodda, oddiy qilib tushuntirishga harakat qilyapman. O'ylaymanki, hammaga tushunarli bo'lyapti. 7-savolda do'stlar, o'qing va tushib qoldirilgan so'zni yozing deyapti. Anketani to'ldirishimiz kerak ekan. O'qiymiz do'stlar, mana. Alisher приехал из O'zbekistona. Alisher O'zbekistondan keldi. Alisher водитель, Alisher haydovchi. Kerakli bo'lgan so'zni anketaga yozing deyapti. Anketani o'qiymiz. Как вас зовут? Меня зовут Alisher. O'zi javob berib yozib qo'yibdi. Ikkinchisini o'qiymiz. Откуда вы приехали? Я приехал из O'zbekistona. Qayerdan kelding desa, men O'zbekistondan keldim deb o'zi to'g'ri javobni yozgan. Uchinchisi, кто вы по профессию? Kasbingiz nima degan joyga do'stlar biza xuddi ekrandagi kabi водитель deb yozamiz. Chunki yuqorida Alisherni водитель deyapti. Водитель, haydovchi. Faqat birinchi harfini katta harf bilan yozamiz. O'zi водитель qanaqa yozilishini bilmasangizlar, mana ekrandagi shu водитель degan so'zni mana shu joyga ko'chiramiz. Faqat
birinchi harfini katta harf bilan. 8. Aleksandr Sergeyevich Pushkin родился летом. Pushkin qachon tug'ilgan deyapti. Xullas, 6-iyunni belgilaymiz do'stlar. Mana shu to'g'ri javob. 9. Я люблю слушать хорошую музыку. Demak, biza слушать deganni belgilaymiz. Men yaxshi muzika tinglashni yoqtiraman deyapti. 10-savol. Скажите, у вас есть семья? Aytingchi, sizni oilangiz bormi deyapti. У вас. To'g'ri javob shu. Вы не можете работать в России, потому что не получили разрешение на работу. Siz Rossiyada ishlab turmaysiz, chunki siz patent olmadingiz, разрешение на работу olmadingiz deyapti. To'g'ri javob потому что. 23 fevraля в России празднуют. 23 fevral Rossiyada nishonlanadi variantlarni bergan. Den защитника Отечества shuni belgilaymiz, ya'ni Vatan himoyachilar kuni 23 fevral. 13 savol. Какой город Российской Федерации называют второй столицей России? Rossiyani poytaxti Moskva, buni bilamiz, lekin ko'pchilik Rossiyani ikkinchi poytaxti deganda Sankt-Peterburgni tushunishar ekan. Shuning uchun do'stlar, ikkinchi poytaxti bu Sankt-Peterburg deganni belgilaymiz. 14-savol. Великая Отечественная война окончилась. Demak, Ulug' Vatan urushi tugadi. Variantlarni bergan. 1945. Shuni belgilaymiz. Содружество независимых государств СНГ было создано. Demak, birlashgan SNG mustaqilligi qachon barpo etilgan deyapti. 1991. Shuni belgilaymiz. To'g'ri javob shu. 16-savolda Rossiya bayrog'ini ko'rsating deyapti. Do'stlar, mana shuni belgilaymiz. 3 ta rangdan iborat: oq, ko'k, qizil. 17-savolda какое право Конституция Российской Федерации гарантирует иностранному гражданину на территории Российской Федерации? Demak, chet el fuqarolariga Rossiya Federatsiyasi nimani kafolatlaydi? Трудиться и выбрать род занятия. Shuni belgilaymiz. Ya'ni biza ishlashimiz va o'zimizga yoqqan kasbni tanlashimiz mumkin. 18-savolda do'stlar, имеет ли иностранный гражданин право приобретать недвижимое имущество на территории Российской Федерации? Demak, chet el fuqarolari Rossiyada ko'chmas mulk sotib olishi mumkinmi deyapti. Ha do'stlar, имеет degan to'g'ri javob shu. 19-savolda имеет ли право иностранный гражданин выступить в брак на территории Российской Федерации? Chet el fuqarolari Rossiyada nikohdan o'tishi mumkinmi? Ha do'stlar, da deganni bosamiz. To'g'ri javob shu. 20-savolda какой цель въезда нужно указать в иммиграционной карте, чтобы получить патент? Bu nazarda tutyapti do'stlar. Biz chegaradan Rossiyaga kirgan vaqtimizda migratsioniy kartamizga ruchka bilan работа deganni tagini chizamiz. O'shani so'rayapti. To'g'ri javob работа. Kirishdan maqsadimiz ishlash. 21-savolda do'stlar, для получения патента иностранный гражданин предоставляет в уполномоченную организацию документы в течение. Bu yerda chet el fuqarolari o'sha Rossiyaga kirganidan keyin patent olish uchun necha kun davomida hujjatlarini topshirishi kerak deyapti. 30 ishchi kuni. 30 ni belgilaymiz do'stlar. 22-savolda иностранный гражданин, не покинувший территорию Российской Федерации в установленный срок, подлежит депортации. Верно ли это суждение? Demak, chet el fuqarolari registratsiyasini, o'sha propiskasini muddati tugaganidan keyin Rossiyada qolib ishlasa yoki yashashni davom etsa, Rossiyani tark etmasa, srok tugaganidan keyin unga nisbatan deportatsiya qilinishi mumkinmi deyapti. Ha do'stlar, deport qilishlari mumkin. Muddati, registratsiyamiz muddati o'tib ketgandan keyin ham ishlashni davom etsak. To'g'ri javob verna. Mana do'stlar, sizlar bilan 2026-yilda 1-yanvardan o'zgarish kiritilgan, yangilangan 3-variantning 22 ta savolini birgalikda ko'rib chiqdik.